Assalomu alaykum, Obzor info obunachilari. Sizlar uchun maxsus Nexia 1. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz charchamayapsizmi? Bu Nexia 1imiz haqida ma'lumot bersiz. 2006-yil. Nexia 2006, Nexia 1 2006. Hop. Fonni shumka. Fonni shumkalari bo'lgan. 414 ming toza yurgan, motor asfalti yo'q. Kraskasi? Kraskasi mashina bor, ozgina. Bitmosi bor xolos. Qo'yari toza. Hamma joyi radmi? Dopparadmi, behijolat. Fonni shumka. Skol poli ham yo'q bo'lgan, gazi bor. Gazi qo'yganiga otordi-ya, yukka qo'yadi. Iloyim sotsin. Shu qo'yadi. Uyga ketyapti. Nexia 1 sotmay turishdi. qattiq mashinalardan bittasi. Eng qizig'i, qadrli obunachilar, biz radmi kraska. Yaxshi so'ramaga qaranglar. Xalis. Yaxshi yursin. Shep qancha yurgan bu? 414 ming toza yurgan. 414 ming kilometr. Nech pul deyapsiz bugun? 4,5 mingdan ozgina tushib beramiz. 4,5 ming dollardan ozgina tushib berasiz. 2006-yildan beri qaranglar, hech qancha yurmasdan vaqti zo'r holatda bu. Nexia 1da qiziqqanlar o'zlari biladi. Bunga shumkalar bo'lgan, bir qator balonlar cho'kki. Detal hamma yo'q shunga. Holati. Kraska mana shu yerda bor deysiz-ku. Xolos ashula. Mana shu yerda bor. Bozor qancha qildi aka buni? 4 ming berishyapti. 4 ming berish. Variantga ham beraveramizmi? Yo'q, variant hech kim, faqat Faqat naqd pul. Dokument qanaqa bo'ladi buni? Keyin chiqaveradi. Keyin chiqaveradi. Siz bilan bog'lanishning telefon raqamlarimiz aka. 77lik. Hop, 530 530 73 73 Nexia 1ga qiziqqan akalarimiz sirazi shu raqamlarga telefon qilinglar. 0 Nexia bozorda bitta turibdi. Bunaqa Nexiani menimcha hech qayerdan topa olmasangiz kerak. Dokumentlari generalniga chiqaradi. Tanishlarni ko'rishingiz mumkin. Motor rasxodlari yo'q. yo'q, motor qilingan. Motor qilingan.